Assalomu alaykum barchaga. Haftaning dushanba kuni 30-mart mana zakazga qafas tayyorladik tovuqlar uchun. Sikromniy variantda mokriy asfalt qilib berdik. Ranglarini, tuxumdonlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli, baquvvat holatda bo'lgan. MDF tekstalit orqalarigacha MDF berdik. Shipirlari har doimgidek qalinchilik pissa bosdik va eshiklari mana juda ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ichlari mana yashash sharoitlari chiroyli bo'ldi. Shipir ostida stiklovat, qo'noqlar yetarli, raddomlari. Don idishlari ham mana chiroyli holatda bekilishi bilan chiroyli. O'rtadan bo'lingan qafasimiz ikki xonaga ajratilgan. Oyoqlariga ham gullarni tushirib berdik, chiroyli qilib 1.8 lik temirdan. Setkalari qalin mayda ko'z setkalardan. Bu tomonda ham mana tuxumdonlari.